Salom hammaga. Bugungi blogimiz faqat ko'chish haqida bo'ladi. Xabaringlar bor, Instagramda bizani kuzatadiganlar biladi. Shu kichkinagina tor uyda necha yillab turdik, endi esa ko'chish vaqti keldi. Bechora qo'shnilarimiz xafa ko'chishayotganimizdan, chunki uyni sterilsi degan narsasi bo'ladi. O'sha joyda o'tirib ekonomikani yaxshilashga juda ham jonimizni berganmiz. Oxir oqibat 5,5 million shu uyda yutqizib ko'chib ketyapmiz. Ko'chishni blogi nima haqida bo'ladi? Praktik narsalar haqida bo'ladi. Qanday effektivna ko'chish. Shu narsani men hamma joydan o'qib, o'zimni tayyorlayapman, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu menimcha oxirgi videolardan biri podyezdda olingan, undan yog'iga katta uyimizda olinadi. Hozir halitdan o'ylayapman, birinchi etajda olamanmi, qaysi etajda, ikkinchi etajdami vlog xona chiqadi deb o'ylayapman. Hali ham to'xtalganim yo'q, chunki boshim tovla qaysi birini olish, qaysi birini birinchi o'ylash juda ham qiyin. Hozir shu organizatsiya qiladigan narsalar haqida o'ylamoqchiman. Ikeadan bunaqa katta yashikchalar olib keldim. Yoki qog'ozli, kartonli, yoki shunaqa to'xtata olmadim. Bu qimmatroq. Kartonli arzonroq, lekin kartonga solsam men ko'rmay qolaman, kontrolga qotib qo'yaman. Shunaqa odam ekanman, kontrolni juda ham yaxshi ko'rar ekanman. Hamma narsa pod kontrolim bo'lishi kerak. O'shaning uchun ko'rinadigan narsalar olsam, ichida nima bor, nimalarni o'sha organizatsiya qilganimni bilaman. Ozgina ko'proq pul bersam ham, tiqsam ham, lekin kontrol qo'limda. Menga o'xshagan odamlar mana shunaqa kontrolni yaxshi ko'radigan. Даже guruch, shakar, tuz, nimalarni solsam ham nima borligini ko'rib turadigan. Shunaqa narsalardan bir 20 tacha. Shunda olib, uyimdagi narsalarni paket-paketda turmasligi uchun mana shu yerda turib, og'zini ham yopib qo'yaman. Shunda olaman, narigi uyga borganda shunda tiqaman shkafga. Yana bitta yaxshi tomoni bor. Men katta uyda o'sganim uchun bilaman, что katta uyda bolalarimga aytish niyatim yo'q. Aytsam qo'rqib ketishadi, lekin baribir ham katta uyda qanaqadir chigirtkalar yoki mayda-chuyda hasharotlar bo'lishi mumkin yoki balkim vashtafal deydiyu, eng yomon случайda sichqonlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hamma narsani qopqog'ili qilib olaman. Даже kichkina narsalarni ham. Bunaqa narsa chiqibdi Ikeada. Oshxonaga ham yoki vannaga ham ketaveradi. Tishimni orasini yuvadigan, shotkalaydigan shotkachalarim bor. Shuni ichiga solib qo'ysam, vannaga qo'yib qo'ysam, qog'oni yopib, bemalol uxlayman. O'ylamayman, tishqon kelib siyib ketdimi, yalab ketdimi. Bu ham kontrol behavior bitta turi. Kontrolni ikkinchi turi bu вообще overglance deydi. Glensdan o'tib ketgan holatda mashinalarni qopqog'ini yopaman, boyagilarni ko'rsatganim, yashiklarim. Men o'ylayman-da, sichqonlarni balkim trenirovkaga borib kuchi ko'payib ketgan bo'lsa, qo'li bilan bunda ochib olish, ichiga kirish mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun bunda yaxshilab mahkam qilib yopib qo'yadiganlarni ham oldim. Bizni tanimaydiganlar, lekin birinchi marta ko'rganlar uchun biz Instagramda bormiz. Zarani sarguzashtlari, Stokgolmda yashaymiz. Вот ikkita yosh scratchdan boshlaganmiz. Ko'rsatadiganlarim juda ham ko'p. Agar xohlasanglar, ko'proq blog qilishimni ko'chish arafasida qanday taxladim, organizatsiya qildim va qanday biz o'sha yangi uyga ko'chganimizni iltimos bizga belgi beringlar. To har doim blog qilsam 18 ta odam ko'radi-da, и все. Balkim qiziqmasdir, to'g'risini tan olish mumkin.